Xalqqa ham sal quloq solish kerakmi? Prezidentimiz nima deyapti? Prezidentimiz huquqingni talab qil deyapti-yu. Talab qilolmayapmiz biz O'zbekiston. Zo'r odamlar to'rttadan joy oldi. Biz joy olganimiz yo'q. Mana shu yerda yerda o'tiribmiz. Araba sudrab o'zim ko'rdim. Araba sudrab, manaqa chiqamiz. Yashashimiz kerak-ku. Yig'ladik, qon yig'ladik. Xalq bichragan yig'latyapti. Bozorga qilyapti, hokim qilyapti. Xalq ham bilish kerakmi? Ya xalq bosh ko'tarish kerak. Bosh ko'tarishga majbur qilasizlarmi? Katta xo'jayinlar kimlar qasdan? Xalq orqasidan. Xo'jayin bo'lib yuribdi. Xalq yo'q bo'lsa, xo'jayin qayerdan bo'ladi? Xalqni ezayapti mana shunaqasiga. Yashasang yasha, yashamasang yo'q. Lekin bu yoqda to'lovlarimiz-chi bizda. Gazga to'laysan, svetga to'laysan, yasha. Yasha to'lamasang, kun yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Xalq yashash kerakmi? Xalqqa ham quloq solish kerakmi?